Assalomu alaykum. Bitmish qozlar, yong'oq qozlari. Mana 14-15 mart kunlari yong'oq payvandlarida ulab ketganman. Yana bir natijalarni ko'rsatyapman. Mana bu 2-may kuni syomka qilinyapti. Natijalari mana bir boshdan ko'rsatyapman mana. Iskana payvand qilingan. Ashib zo'r olibdi. Shu 14-15 mart kunlari qilingan bu. Iskana payvand qilingan. Bir boshdan olib chiqyapman. Mana holatlari. Endi bu ratdan yuryapman. Bir 86 tam ekan, nechta ham ulangan. Bularda mana sekin o'ji. Mana bir boshdan yerimbe obunachilarimga syomka qilyapman. Mana bu mevalari ham bor mana. Mevalari ham bor mana. Xitoyda S185 ta novdasidan ulaganman. Ona shoxdan ulanganda bu ona shox. Meva shox deydi, endi o'zim tushunaman. Meva shoxdan payvand qilib berganman. Shularni nishona ham qilib yuboribdi o'zim. Mana holatlari. Yong'oqlari ham bor. Bu yong'oqni muncha odam payvand qilavermaydi. Juda qiyin olishi ham. Juda olishi ham qiyin yong'oqdir. Mana bu sekin beda bo'lgan, bedan teyda qolganda endi rivojlanyapti ular. Yana hammasini bir boshdan olib chiqishim kerak, ancha vaqt ketar ekan. Hammasi ko'klagan. Hammasi ko'klagan. Qarang holatini. Zo'r momentda ulattirdi-da. Bitib ketishi ham zo'r bo'lardi buni. Xudosa peylarga nomerlar qo'yib qo'yaman. Shu vodiy bo'yicha boraveraman. Payvandga. Yine olganda ham mana qonni olganda mana. Buncha 3 minut o'tib qoldi o'zi mana. Mana olmaganlarni ham ko'rsatyapman bir boshdan mana. Bu ham ko'klayapti mana. Mana holatini qarang. Bir dona meva qilibman. Mana. Buni uchun meva ham katta bo'lib qolibdi mana. Bu ham sekin ko'klayapti. Bu yong'oqni olish ham juda qiyin. Mana yerim bek chiqyapman. Mana taraf qurib qolibdi. Bu tarafdan. Mana ham ikkovi ham zo'r olibdi. Mana hammasida ulanganimda mevalari ham bor mana. Nishonalari ham. Mana bu ham ko'klayapti. Mana qaranglar. Bittadan meva qilib yuboribdi. Buni vashi qilib yuboribdi.
Endi bir boshdan olib ketaveraman. Buni video ham cho'zilib ketyapti. Biz 95% bo'lsa kerak deyman. Polni yaxshi olibdi, natijalar zo'r. Yong'oq ham iri bo'lib qolibdi. Mana polni olganlari, polni yong'oqzor bo'lgan betdi, polni yong'oqzor bo'lgan. Endi mana keyingi yilni ham keyingi yilga qoldirib qo'ydi. Qolgani keyingi yil bilaymiz. Laklari bosib obuna bo'lib, kanalimga telsa bossang ko'p tarqay ekan bu. Xudoolasa iskina payvand qilib beraveraman. Xitoy S185 dan bular berganman. Yong'oqlarni. Hammasi yaxshi ko'klabdi uni. Ko'klamaganini ham ko'rmadim, lekin 100% olibdi lekin. Hammasida nishona bor. Chekkadoyi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, layklarni bosib maqtaverasizlar. Mana 15-mart kuni ulaganman. Natijalarni chiqaryapman mana. Zo'r olibdi, e'tiborlaringiz uchun rahmat.